Assalomu alaykum, hurmatli No'xat xabar xizmati kanali qatnashchilari. Barzorga qutman o'xshab kuningiz o'rin demoqchiman. Bugun 26-aprel 2025 yilda O'zbekiston Respublikasi Andijon oblasti Buloqboshi rayoniga keldik. Şol yerda derecesi er urush bo'lib жатат. Şol yerda ma'lumot olamiz. Sizdan olsoy, like bosib kommentar yozib qo'yingizlar. O'shani men bizga demoqchi bo'lgan No'xat shaharındagi kompaniya bankka tereң razıçılık bildiramiz. Sizlarga iyilik, Allohning o'zi qo'l bo'lsin demoqchimiz. Anandağı bir ay tüketici nesi, şol yerden karta, vize kartı alsanızlar bulut. Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, tut memleketlerge vize kartı açkan, barıp akısı alsanızlar bulut. Darega No'xat şaharındağı kensesiye barıp kayırsanızlar bulut. Barыңызlarga özümün atından, jana No'xat xabar 24 kanalından teрең разычылык билем. Kettik anda, içeri kiriyoruz. Burası. Adam sonu көп. Бүгін ерте болады екен. Ұмытқанда қараңыздар. Az yaş ballar oldu. Olacak gençlerimiz bunlar. Gülçek, Madamın Canı Muhammed Umarov, Ali Teyam. Kök Gülçek. Yalan diyor Lisa. Yalan diyor bu sanki. Umutluğuna bu yerda ota-onalardan kelib qochishadi ekan, qarangizlar. Ota-onalar kelib turadi shunga. Odam soni juda ko'p. Baringizlarga yaş ballar ekan. Jamshid. Maşı Caydan kelgan murabbiylar meni oldimga bir minut kelib ketasizlar, ha? Murabbiylar faqat. O'zbekiston Respublikasi Andijon oblasti Buloqboshi rayoni. Burası yok, partnerimiz yok bu aslında. Refe. Murabbiylar, yordam kelib ketinglar. Umutluğuna ulaşılar sorunlar ekan, baramızlar. Medal, kubok, ardaq. Umutluğuna şu Buloqboshida Sobir Hoji Kimono olganlar
olib kelib beringlar bolalar, chunki yosh bolalarga biza kimonoyimiz ko'p emas. Shuning uchun kimononi olganlar tezroq olib kelib beringlar. Sabir Hoca Atnar sport klubida bo'lib Tayyorlanib tursin. Oybek, Buloqboshi, Qizil Burchak, Sharobiddinov, Shohjahon, Shirmonbuloq, Ko'k Burchak tayyorlanib tursin. Buna şu oturan özü şu Sabri Hacı deb sport klubu'nun direktörü. Buloqboshi rayon direktörü. Şu boyu ko'zda da adamlar. Bunlar tuvalar şunu daha biz ko'rsatib, bizden olsa like boshqa qo'mita javob beramiz.